Aka, yoshlarga motivatsiya bering. Yoshlargami? Unda eshit, zo'ridan. Baxtiqarolikni qarada, 3 oylik kuyov Rossiyaga ishlashga ketyapti, yetib ham bordi. Rossiyada turib ma'lum vaqt o'tdi. O'rtog'iga telefon qilib, "O'rtoq, xotin boshqorong'i bo'pti, gilos yegisi kelibdi. Kartangga pul tashlasam, gilos olib kelib berasanmi?" deb. Endi shu joyga yoshlar eshit. Rashksiz erkakka jannat haromdir. Belingdagi pichog'ing, minib yurgan otingni va uyda yotgan ayolingni, hattoki yaqin do'stingga, eng yaqin do'stingga ham ishonma. Uyingda akang bor, ukang bor, opa-singling bor, qizni aka-ukasi bor, ota-onang hayotmi? Ulardan boshqasiga hech qachon ishonma. Eng yaqin do'stingga ham